Oyijon, mana shunaqa qarang, mana 9 oy bolani ko'tararkansiz, tug'arkansiz, osonmas ekan. Mana shunaqa kichkina bu bola yotarkanda, keyin u kattaroq bo'lgandan keyin unga baqirish, urish qanaqa mumkin deganman-da. Oyimga o'zimni fikrimni aytganman. Men sizlarni judayam ko'p urishganman, urganman, nohaq urishganman va bu uchun afsuslanaman deganlar. Va bilasizmi, mana shu bir og'iz gapni o'zi menga yetarli bo'lganki, men xursand bo'laman shu narsaga ulgurganimga. Hayotimizdan, oyijonim hayotlarini oxirgi 5-6 yillarida judayam sifatli, shartsiz bir-birimizni qabul qilib, bir-birimizga mehr berishga ulgurib yashaganmiz. Qanchadan qancha insonlar borki, ichidagi og'riqni ota-onasi bilan bo'lisha olmaydi, gapira olmaydi, uyaladi, o'zini aybdor his qiladi, ichiga yutadi. Ota-ona yo'q, bu inson hali ham o'sha og'riq bilan yashayapti-da. Shuning uchun meni fikrimcha, biz hech birimiz ideal ota-ona emasmiz. Men endi harakat qilaman bolalarga baqirmaslik, so'kmaslik va hokazo kontrol qilib turaman, jahlim chiqqan vaqtda, charchagan vaqtda ham. Lekin yaqinda shunday vaziyat bo'ldiki, o'g'limga 7 ga to'ldi yaqinda, baqirib yubordim-da. Baqirdim, haqiqatda sezyapman, что bu baqiriq bu bola haqida emas. Baqiryapman charchaganim sababli, nimadir o'xshamayotganligi sababli va bolam indamay qoldi-da. O'ynab o'tiribdi xonasida. Va kirdimda, mana shu tunda turibdi. Bolam, kechirasan, men senga bekorga baqirdim. O'zi baqirishim kerak emas edi. Kechirim so'rayman sendan desam. Hech his yo'q menimcha deyapti-da. Shunaqa haligi kechirim so'rash aslida juda ham muhim.